Tuğanlar assalamu alaikum. Hurmatlı Don Kabar YouTube kanalımızın kattalıçıları. Kayradan ele sizlerin ekranınızda Don Kabar kanalı. Bugün 29 Mart 2025. Aldıda bedelerin bağlan bir bilip koyulu. Kanday bolup atat tuğandan ha. 3 son bedel. O kança eken bedi? 230 assalamu alaikum. 230 son ne? Kançanın çabuk eken bul? Birinci çabuk 230'dan deydi. Yaxşı ekan bir dedеңiz. Nomerleri aytабыз mı? 557 kızıkkanlarga 557 45 44 14. Dostavka болады. Сүйлөшөсүздөр. Түш бересизби? Канчадан бересиз? Колго тийиши. 230'dan эле дейт. Жакшы бет экен бирок. Макул, рахмат. Мынаны көрөлүчү, мына. Бұл жерде жазылып тұрады. Продается клевер дейді. Доставка бар екен. Кастро, Солома дейді. Номерлер. Қаншадан? Қандайсыз байке? Алейкум ассалам. 230'dan деп атты мынаки. Доставкасы менен. Жашыл бет екен мына. Гүлдөрү менен. Жанагы номерлерге байланышсаңыздар болады. Саман, Кастро бардығы бар. Круглосуточный иштейт. Алам деген bir туғандар түнде деле чалсаңыздар болот экен. Алам деген. Кантка чейин доставкалар болот экен. Рахмат. Но да сизге карайбы? Бул 300 деп атыптыр туғандар. Рахмат. Дагы алдыны карап көтөрөлү достор. Канчадан экен чөп? 170. Бул тоо чөп, Тоо чөп 170. Мына сурап атат. Саттыңызбы байке бүгүн? Канчадан кетип атат? Айтып коюңчу көрөрмандарга. 160'dan beri атыптыр байке үстүнө. Тоо чөп. Дагы барбы? Бар. Номериңизди айтыңыз анда кызыккандарга. Балким алабыз деген бир туугандарга. Жанагы номерге кайрылса болобу? Ошо кайрылды. Жанагы номерге кайрылса болот экен кыскасы. Муну Кастрабы? Жок, братикам болот кайрылды. Но канча экен баасы? 230. 230 экинчи чабык экен. Мына 230'dan экен. Шун таксилерге жүктөп алып кетип атат. Жүгүлөлөрдүн үстүнө коюп алып 4-5 пресс. Шундай чөп азыр. Ушундай экен баалар. 230'dan деп айтышып атат. 160'dan чөп экен туугандар, Көрдүңүздөр, сиздерде кандай болуп атат чөптөр? Азыр эми булар эми кандай болот эмки жылы аны бир Кудай билет, көрөбүз буйруса. Быйыл чөп арзан болду достор. Каналды колдоп турганыңыздар үчүн Алла разы болсун. Эртеңки айт майрамыңыздар менен. Беденин баалары ушундай экен. Сиздерден Сокулук мал базарынан көргөзүп бердик. Дон Кабар каналы болду туугандар. Күн бүркөк. Hurmatli akalar, ukalar, bu joyda yorma holatda chiqarilgan, jem holatda chiqarilgan. Qirg'iziston bo'yicha dastlabkamiz bepul. O'ta mayin holatda bitta birisi 18 qomatdan chiqaramiz. Bu degani minutiga 5 ta 6 ta bir chiqaradi, 1 minutiga. Soatiga 150 ta 200 ta bir chiqaradi. Ulgurgancha odam. Bu joyda yorma holatda chiqarilgan holati 20 kilo, 25 kilo makka bu joyda 1 minutda 46 sekundda chiqarib bo'ldi mana. Mana hurmatli Qirg'iziston eli, mana chiqarilgan narsalar mana. Ko'pchilik akalar so'radi, bu makka budolarni sekinlamay qo'yib chiqarolmaysiz-da. Bu qancha tez miqdorda chiqarib bersa, hozir biz sizlarga ko'rsatamiz. Sekinlamalarga qo'yib chiqarib beramiz sizlarga. Assalomu alaykum hurmatli Qirg'iziston eli. Charodor akalar, ukalar, hozir sizlarga mana shu dravlikalar, universal dravlikalar olib keldik Qirg'izistonga. Mana shu dravlikalarda har narsa chiqarib ko'rsatib beramiz. Molga, qo'yga, o'sha makka despi, bug'doy despi, jem, har narsa chiqarib ko'rsatadi xudo xolasa. Qo'lga kelgancha endi birinchi motorlardan kelib galassak, motorlar ko'rsatsak, mana bu motorimiz medni motor bo'ladi, jez. Bunisi alyumin bo'ladi. Endi ko'p klientlar so'rayapti, medni qayerdan bilasiz o'tadi. Shu o'zini zavodskiy vilkasiga yozib qo'ygan bo'ladi, 100% medni deb. Endi bu alyuminniki yozib olgan bo'ladi. Yozib olgan bo'lsa bu 100% alyumin bo'ladi, bunisi 100% med bo'ladi. Ko'ra to'sa bo'laveradi. Endi bu setkalarga keladigan bo'lsak, bu cho'p setka, cho'p chiqariladi ko'pincha. Qo'y setka, qo'yga, echkiga bunisi makka bug'doy chiqariladi bunda. Makka bug'doy don yorma qilib chiqarib beradi. Bunisi makka bug'doy mardagi bilan ketaveradi. Yorma holatda chiqarib beradi ko'pincha. Endi bu pichoqlarga keladigan bo'lsak, bu pichoqlar original, zavodskiy pichoqlar. Ko'pchilik so'raydi, pichoqni nimadan qilasizlar? Biz o'zimiz yasamaymiz bu pichoqlarni. Biz zavodni holatdan zakaz qildiramiz.
Bu xitoyskiy pichoqlar bo'ladi. Yog'da qizdirilgan mana. Yog'da shimadilar, o'ta qalin baquvvat pichoqlar bo'ladi. Bu germanskiy. O'zi ham Made in Germaniya yozib qo'yilgan. Mana o'ta qalin baquvvat pichoqlardan bo'ladi. Endi bu mahaviga 10 kilolik mahaviylar bo'ladi mana. 11 kilolik. Malatka o'ylari o'zi bilan mana. Mahavikda o'zida 20 ta pichoq bo'ladi, 20 ta, 22 ta pichoq bo'ladi. Kuzubda 3 ta bo'ladi, 23 ta bo'ladi, jami 25 ta. Endi sizlarga dravligani ko'rsatadigan bo'lsak, biz eski dravligani chiqardik, u dravlikalarni kattaroq qilib beringlar, cho'ngroq qilib beringlar degan zakazlar o'ta ko'p bo'ldi. O'shaning uchun o kuzubini 380 qildik, 400 lik. Oldingilari shu 350 lik bo'lardi. Hozir 380 lik, 400 lik turbadan qildik. Bunkerlari ham o'ta yangi holatda chiqariladi, listdan. O konteyner mahsulotda ishlatilmaydi. O'ta yangi listdan bo'ladi hammasi. Turbalar ham o'ta qalin, stoykalar ham o'ta qalin baquvvat bo'ladi akalar. Mana bu dravlikamiz tikka holatda ham ishlayveradi. Xohlasangiz bu jonboshdan holatda ham ishlayveradi. Bu jonboshdan holatda ho'l quruq tandava ketaveradi. Silos qilgan mo'ljallangan bu. Bu tikka holatda cho'p, jam tortaverasizlar. Hozir buni sizlarga chiqarib ko'rsatib beramiz. Beraber.